qadrdonlar qurilish yo'nalishida, qadrdon oziq-ovqat distributsiya yo'nalishida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelyapmiz. Nima uchun Centris Towers'ni shu yerda olishga nima meni undadi deyilsa, yana o'sha окружение kimlar oldi? Bitta sanab o'tiladigan bo'lsa, men shunaqa odamlar orasida bo'lishni xohlarmidim deyilsa, men uchun orzu edi bunaqa odamlar orasida bo'lish. Xudo xolasa, o'zi aytmoqchi, bitgandan keyin haqiqiy Centris Towers'da qanaqa ko'rinishda bo'lishini, ya'ni ojidaniyalarimiz bor. Masalan, men ishonamanki, men bo'lib turgan ishlar, ishga qilinayotgan munosabat, sifatga, ya'ni vijdonan yondashuv hech qanaqa shubham yo'qki, xudo xolasa shahardagi eng zo'r joylardan bittasi bo'ladi degan. Sizga qilinayotgan munosabatdan odamni boshqa narsalarga qanaqa munosabat qilishini taxmin qilish mumkin. Ya'ni bu proyekt oilaniki, bu bitta odamniki emas, oilaniki. Endi oilani qadriyati qanaqa deyilsa, oilani qadriyatini yaxshi bilamiz. Meni undagan narsa mana shu bo'ldi. Nimaga boshqa joydan emas? Masalan, markazda yana boshqa joylar ko'p-ku. Meni tortgan narsa mana shu oilani qadriyati. Hali aytib o'tdim, ishga bo'lgan munosabat, vijdon bilan yondashuv, birovni haqqidan qo'rqish, resursga, boshqasiga yoki o'sha bir to'xtab qolmasmikin, oxiriga yetarmikin degan narsalardan hech qanaqa shubham yo'q. Hatto undan ham muhim narsa bor, va'daga vafo. Gap gapirildimi, javob berilishini bir necha marta isbotini ko'rganmiz. Haligi mingta ishni yaxshi qiling, bitta agar xato qilib qo'ysangiz, o'shani dog'i ko'proq qoladi. Lekin hali unaqa bir xato yoki bir gapga javob bera olmay qoldi degan narsani. Centris Towers bitgandan keyin bo'ldi, mana shuni o'zi bo'ldi, bitti bilan to'xtamasa kerak deb o'ylayman. Uni atrofiga, yonlariga, undan-da chiroyli, undan-da ko'rkam odamlarga, umuman shaharga ko'rk beradigan, qulay bo'lgan juda ko'p yaxshi proyektlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shaharda markazi, tadbirkor sifatida qilingan investitsiyani, ya'ni narxini ko'tarilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunaqa joydagi mulk faqat narxi oshib boradi xolos. 5 yildan keyin bo'lsin, 10 yildan keyin bo'lsin. Lokatsiya zo'r bo'lib, qurilgan narsa sifatsiz bo'lib yoki o'sha bir qulaylik masalasida bir hamma narsa hisobga olinmagan ish bo'lsa, lokatsiya ham unchalik rol o'ynamay qoladi. Albatta hamma narsa borda. Masalan, yondashuvni ko'rib, har bitta narsa, masalan, mashinalarda kirib chiqishida agar ikkita mashina kelib qoladigan bo'lsa, uni standartlari qanaqa, hatto shunaqa narsalargacha bitta binoga kirish qismi shu binoga masalan bir begona odam kelyaptimi yoki o'sha binoda egasi yoki o'sha yerda ishlaydigan odam, hatto o'shanaqa odamlarda ham liftdan foydalanishi. Adashmasam shunaqa edi. Aytaylik, 8-etajga chiqmoqchi bo'layotgan odam faqat 8-etajga chiqaradi xolos. Tashqaridan odam kelsa, sotib olishdan oldin hamma narsasini sinchiklab qarab, bu sohaga sal-pal xabarimiz bor bo'lgani uchun bu narsani qadrini menimcha yaxshiroq bildik shekilli. Nima qilish mumkin? Qo'shimcha faqat qilinayotgan ishlarda ko'pchilikka manfaati bo'layotganini ko'rib, faqat duo qilamiz. Xudo kuch-quvvat bersin, yuzlaringizni yorug' qilsin. Bundan ham zo'r loyihalar, bundan ham katta masshtabdagi ishlarda, ko'pchilikka manfaat tegadigan ishlarda professional darajada qilib yurishlikni tilaymiz shu.